Apple mahsulotlarini sotayotgandagi muammolar, qo'rquvlar, odamlarni qanaqadir yolg'onlari. Joyida vazrat bo'lsa vazrat qilib beradiganlar bor, bir xili bor, aldab sotadiganlar bor. Imeykasi o'chib qoldi ko'p telefonli yangi olganlarning. Imeykalari o'chib, iComfort'da $7000 zarar qildik. Mana shu 21-iyuldan boshlab Bu telefonni olayotganda qanaqa muammolar bor hozir bozorda? Qanaqa unga yechimlarimiz bor? u Dubaydagilar telefon berib yuboryaptimi, berib yubormayaptimi? Boshqa narsa solib beryaptimi, qum solib beryaptimi yoki boshqa model solib beryaptimi? Yechimimizni xudo xolisa bu ham yengillik. Podkastda aytaman deb niyat qilib qo'ygan edim. Assalomu alaykum, hurmatli iComfort'ni kuzatuvchilari. iComfort YouTube kanalida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi suhbatimiz nima haqida bo'ladi? Apple texnikalarini xarid qilayotganingizda uchraydigan muammolar, bozordagi yolg'onlar, konkurensiya deydi-ku, xuddi shunaqa narsalarni sizlarga hammasini ochiq-oydin gaplashishga harakat qilamiz va bu suhbatni kimlar bilan o'tkazayapman? Birinchi o'rinda iComfort rahbarlaridan biri, asoschilaridan biri Bobur aka. Va bu yoqda Telcel asoschisi va hozirgi paytda iComfort rahbarlaridan biri Umid aka. Va men Mahmud. Bugungi suhbatni boshlaymiz. Oxirigacha ko'ring, juda ham manfaatli bo'ladi. Suhbatni boshlashdan oldin Bobur aka iComfort haqida qisqacha bilmaganlar uchun tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum hammaga yana bir marta. iComfort do'konimiz haqida tushuntirib o'tsam, o'zi nima? Biz Apple texnikalarini naqdki bo'lib to'lashga sotish bilan shug'ullanadigan do'konlar tarmog'i. Ya'ni uning ichiga iPad'lar, iPhone'lar, MacBook'lar hamma narsani bo'lib to'lashga ham beramiz, naqdga ham beramiz. Optimga ham beramiz shu qatorda. Hozirgi kunda 5 ta filialimiz bor. Xudo xolisa 6-si, 7-siga harakat ketyapti. Toshkentda 2 ta do'konimiz bor, Namanganda bor, Andijonda 2 ta magazinimiz bor. Xudo xolisa yana keyingi do'konlarimiz xudo xolisa ochilish jarayonida. Zo'r. Mana shunaqa. Toshkentda qayerlarda bor edi? Beruniyda bor, Beruniy metroda, Malikada bor do'konimiz. Главный filialimiz o'zi Malikada. Malikada ochilgan, hozir ham главный filial bo'lib turibdi. Eng katta filialimiz Malika bozorida. Zo'r aka, shu joyda mana shu Malika degan asosiy qismiga o'tadigan joy kelib qoldi. Mana Malika filiali deyapsiz. Malika bozori o'sha hamma texnikalar, bitoy texnika deydi-yu, o'shalarni savdosi bilan shug'ullanadigan katta bozor, hamma biladi. Endi bizani asosiy bugun gaplashadigan gapimiz ham shu bozordagi Apple mahsulotlarini sotayotgandagi muammolar, qo'rquvlar, odamlarni qanaqadir yolg'onlari shu bo'yicha bo'ladi-da. Shu birinchi o'rinda Apple mahsulotlarini xarid qilayotgandagi qanaqa muammolar bor? Qanaqa muammolar uchrab turibdi? Shu haqida gaplashsak, Umid aka. Shu anaqangizga asosan o'zi muammolarni hal qiladigan ko'proq mana sherigim Umid mana shuni anaqa qilib bersalar. Siz ko'proq yaxshi bilasiz-ku bunaqa narsani. Muammolar haqida. Muammolar to'g'ri juda ko'p. Chunki Malikani o'zida ham bitta ikkita yoki 5-6 ta, 10 ta, 20 ta odam ishlamaydi. 100 ga yaqin odam ishlaydi. Endi 100 ga yaqin odam ichida har xil inson ham bor. Har xil odamlar ham bor. Kimdirlar misol uchun gapiga javob berib, zo'r ishlab, misol uchun sakramasdan joyida vazrat bo'lsa vazrat qilib beradiganlar bor, bir xili bor, aldab sotadiganlar bor. Misol uchun hozirgi paytda telefonlarni har xil usullari bor. Misol uchun batareya alishtirib turib, ошибкalarini chiqarmasdan alishmagan deb sotayotganlar ham bor. Bunaqa muammolar ham uchrayapti. Ekranini alishtirib turib, ekran ошибкasini chiqarmasdan ochilmagan deb turib, uni ham sotayotganlar bor. Hammasi ya'ni bu yoqda aytmoqchi bo'lganim 100 ga yaqin odam dedim-ku, bekordan aytmadim. Kimdirlar shunaqa qiladi, kimdirlar toza ishlaydi. Muammolarga keladigan bo'lsak, to'g'ri aytasiz. Hamma Malikadan qo'rqib qolgan, borishga ham qo'rqadi. Undan ko'rasi boshqa joydan, ko'chadan yordam olaman deydi. Lekin Malikani o'zida ham ishonchli do'konlar bor. Gapiga javob beradigan, garantiyasiga javob beradigan do'konlar bor. Ya'ni xulosa qilishimiz mumkin, Malika bozor deganda 100% qo'rqinchli bozor emas. Shunaqa. Qanchadir bir 10% cha odamlar shunaqa hozirgi paytda hali o'zini to'g'rilay olmagan bo'lsa, lekin asosan yaxshi gapiga javob beradigan, aytaylik, lafz bilan ishlaydigan odamlar ham bor. Shunaqa. 10 yil oldinga qaraganda hozir ancha yaxshilashgan holat. Ancha yaxshilashgan desam bo'ladi. Sabab biz o'zi Malikaga kirganimizga bir 4 yillar bo'lgan bo'lsa, 4 yil oldingi holat bilan solishtirganimizda ham holat ancha yaxshilashgan. Ya'ni aldab sotadiganlar konkurensiyani hisobiga
уже kamayib ketgan. Ha. Hamma baribir aldab sotadiganlar sekin odamlarni ham уже tushunishni boshlayapti odamlar. Internetda, YouTube'da уже odamlar tushuntirayotgandan keyin, mana misol uchun bizga o'xshagan suhbat qurayotganlar tushuntiryapti, nimaga qarab do'konlar tanlash kerakligini. Odamlarni ongi ham уже o'rganyapti bu narsani. Aldoqchi do'konlarni farqiga boryapti уже. Shunaqa. Filtr uyg'onyapti odam. To'ppa-to'g'ri. Yana bitta narsa, malikani aytadigan bo'lsak, juda ko'p yaxshi ishlaydigan do'konlar bor. Lekin odamlar mana shu 4 ta 5 ta yoki 10 yil oldingi holatni eslab, odamlarning malika haqida fikri yomon bo'lib qolgan. Mana shu narsa. Yana ikkinchi narsa, o'zi bilmasdan turib, o'zini xohishiga qarshi, ya'ni misol uchun oxiriga yetsam uzimaydi emas. Sotuvchilarning qo'lida bo'lmagan holatda muammolar ko'p bo'ldi. U sotuvchilarning qo'lida emas, u aldashni xohlamagan. Klientni misol uchun emaykasi o'chib qoldi ko'p telefonli yangi olganlarniki. Eng oxirgi bo'lgan muammolardan ana o'shanda aldoqchi emas bo'lgan sotuvchilar hamda sotgan telefonini emaykalari o'chib, u yerda odamlar bilan juda ham katta muammolar bo'lib ketib, malika bozori haqida yana ham yomon bozor ekan degan fikr paydo bo'ldi odamlarda. Lekin mani fikrim, asli u yerda bir 10% yolg'on gapiradigan odamlar bo'lsa, qolgan 80-90% yaxshi, normal ishlaydigan odamlar, qadrdonlarimiz, ancha yildan beri birga ishlaydigan odamlarimiz ham ko'p, ishonchli. Lekin orasida baribir guruch ko'rmaysiz bo'lmaydi-ku. Shunaqa. 10% nima bo'ladi baribir. Shuning uchun ham mana 10 yildan berimi yoki bilmayman qancha yildan beri malika o'zini faoliyatini davom ettirib kelyapti. Agar odamlar qo'rqqanchalik bo'lganida, menimcha ancha oldin yopilib ketgan bo'lardi yoki do'konlar qanaqadir nimadirlarga tushib yo'q ketgan bo'lardi. To'ppa-to'g'ri. Ha, Shunambi hozir mana Uzimay temasini esladik. Mana shu siz bilan ham unda gaplashgan edik. Uzimay temasida aytmoqchi edim. iComfort'da $7000 zarar qildik. Mana shu 21-iyuldan boshlab, mana sentyabrgacha bo'ldi bu holat. Qanaqa bo'ldi? Bizni o'zimizni xohlamagan tarzda odamlarning emaykasi o'chib qoldi. Ya'ni odamlar bizga nisbatan ishonchi so'nib qolmasligi uchun $10lik emaykani biz $200 ga yoqib berurdik. Shunaqa. $200 ga. Oldin $10 bo'lardi emayka. $10 ga shunda pasportda registratsiya qilinardi, o'tkazilinardi. Shunaqa. Undan keyin deklaratsiya degan narsa paydo bo'lgandan keyin u narsa $200-300 bo'lib ketdi. Dasht o'tkazib ham bo'lmay qoldi. Keyin nima bo'ldi? Biz $10 hisobini olgan narsamiz bizga $200 ga aylanishni boshladi. Bunaqa narsadan yuzlab keldi. Umumiy hisob kitob qilganimizda $7000 bizga zararga tushdi o'sha narsa. Shunaqa. Faqat odamlarning ishonchi uchun bu narsa. Eng qizig'i shu joyiga yana bitta narsa qo'shaman. Shu 7000 zararda o'sha telefondan foyda qilingan bo'lsa $10-20. Tushunyapsizmi? $10-20 foyda qilyapsiz-da, uni javobiga javob berish uchun $100, $200 mana aytib turibdilar, $100, $200 zarardan bir 10 ta 20 ta telefonga javob berish ma'qul, zarar ko'rganlar. lekin shu joyda mana $7000 sarflandi deyapsiz-ku. Shu narsa o'zi ishonch uchun hammaning qo'lidan kelaveradigan narsa emas. Lekin odamlar bu yog'ini o'ylamaydi. $7000 bilan ertaga odamlar agar ishonchini yo'qotsa, uni sarflamasa, ertaga bo'ldi, mana 7000 sizlarga ishonchimni beringlar desa, sota olmaydi-da. Vaqtida qilingan hamma narsa, ya'ni harakatlar hammaning qo'lidan kelavermaydi. Shunaqa. Hozir eng katta bo'layotgan muammo mana shu Uzimay bor. Dashi aldamaydigan sotuvchilardan. O'zi xohlamagan tarzda, misol uchun, siz kelyapsiz, telefon sotib ketaman deyapsiz. Misol uchun qo'lingizda 5 ta iPhone'ingiz bor, emaykadan o'tmagan, sotuvchiga kelyapti-da, mana emaykadan o'tmagan 1 oy ichida o'tib ketadi deb. Tushunyapsiz? Lekin u o'tmaydi. Bu yolg'onchi misol uchun. U sotuvchilar ham misol uchun $50 arzon berayotganiga ishonyapti-da, sotyapti. Mijozga sotadi keyin uni. Aldamoqchi emas sotuvchi ham. Bezimay olib qolgan, sotyapti klientga. Bo'ldi keyin sotdi, sotgandan keyin emayka o'chdi, u kelyapti. Bu aytadi sotib olgan odamiga sotuvchi, "O'tkazib ber emaykani" deydi. Bu уже yo'q. Tushunyapsiz? Bu yoqda sotuvchi o'zi $10, $20 foyda qilgan, lekin $200-300 zararga tushyapti. Endi bu yoqda to'nki joyi bor. Bu sotuvchini misol uchun 5 ta telefondan $1000 zarar qilishga imkoniyati bormi, yo'qmi degan joyi bor-da. Tushunyapsizmi? Agar yo'q bo'lsa, o'zi xohlamagan tarzda ishonchi yo'qotdi уже. Shunaqa. 5 ta mijozdan o'sha ishonchi yo'qotadi. Lekin
Bizada qanaqa bo'ldi? O'sha imkoniyatimiz darajasida, imkoniyatimiz bo'lgani uchun, misol uchun bu filialimizda bo'lsa, bu filial Andijon bo'lmasa Namangan bir-birini qoplab ketgani uchun biz maksimal harakat qilib berdik. Maksimal harakat qilib, Xudo xolisa mana kamerani oldida ham aytaman, hamma mijozlarimizni email-ga o'tib ketdi. Ya'ni o'chib qolgan, o'zimizni xohlamagan tarzda o'chib qolgan telefonlar, email-galar o'tib ketdi. Xudo xolisa bizni mijozlarimizni oldida ham, boshqa anaqalarni oldida ham Xudo xolisa uyalib qolmadik degan. O'zinglar yorug' bo'ldi-da. Da. Xuddi shunaqa. Bu telefonni ham xuddi shunaqa. Mijoz keladi, ishi bitguncha sotib ketadi. Endi uni professionalniy xodimlar tekshirib oladi, boshqa narsa qilib oladi. Lekin mizerniy bitta xato bo'lib qoladigan bo'lsa, u telefon bittada $60, $70. Bu telefon olib qolayotganda ham eSIM bor, lok bo'lib qoladi. Misol uchun ishlab turgan Lok telefon nimaligini tushuntirib bering. u lok degani Amerika shtatidan, ya'ni o'sha App Store'dan kreditga olingan bo'ladi. U kreditga olinganligi uchun O'zbekiston hududiga jo'natiladi. O'zbekiston hududida ishlaydi faqat. Amerikaga yana qaytarib oladigan bo'lsa, Amerikani o'zida blokda bo'lib turadi. Shunaqa narsa bo'lgani uchun O'zbekistonda u narsa ishlab turadi-da, keladi, sotib ketadi, olib qoladi, tekshiradi, boshqa narsa qiladi, muammosi bo'lmaydi. Yaqinda ham shu muammo bo'ldi do'konda. eSIMni biz olib qo'yganmiz, tekshirganmiz, hech qanaqa muammosi bo'lmaganda mijozga sotyapmiz, foydamizni qo'yib sotyapmiz. Mijoz eSIM ulayman desa o'xshamayapti. Blok bo'lib turibdi. eSIM ulanmayapti. Ana o'shanda mijoz qaytarib beraman, garantiya bo'yicha menga javob beringlar deganda, u kimga tushadi deb o'ylaysiz? Anaqasi. Sizlarga albatta. Bizga tushadi. Bizni mijozga telefon qilib turib, "Sen bizga telefon sotib ketuvding, muammoingni hal qilib ber" desa, u aytadi, "Men o'zinglar tekshirib olgansizlar." Ko'pchilik shunaqa deydi. Shunaqa. Buni zarari do'konni o'zida qolib ketib qoladi. Ya'ni, bu yerda tushunish mumkinki, Apple texnikalarini sotish, savdosi bilan shug'ullanish ham katta risk. Shunaqa. Qanaqa eSIM olayotganda ham, bu telefon olayotganda ham o'zi shu mavzuni ochmoqchi edim. Ya'ni Uzime mavzusi tushunarli bo'ldi. Uzime endi olayotganda Uzimedan o'tganmi, o'tmaganmi shularga qarab olishligini menimcha qolganlar tushundi. Endi bu telefon Ishonchli joylardan, mana Uzimeti emasdi, ishonchli joylardan olish kerak. 1000, misol uchun hozir 17 Pro Max narxi $1600 atrofida bo'lyaptimi? Shunaqa. $100 olishmaydi telefonni. Misol uchun $100 telefon emas bu, $10 arzoniga olish kerak, $20 arzoniga o'tish kerak. $1600 telefon olayotgan odam $10-20 qaramaylar degan maslahatni bergan bo'ladi. Sababi bu ertaga bilasizmi? $20 arzoni $300 emailga olib kelishi mumkin. Misol uchun. U lok chiqishi mumkin. Amerikani nimaga narxi tushib ketdi? Sababi lok degan narsa juda ko'p chiqadi. Blok-da, u lok degani blok degani. Xuddi boya tushuntirganlaridek, u Amerikadan kreditga olingan, keyin u через Dubay O'zbekistonga keladi, keyin u Amerikaga odam pulni to'lamaydi. Xuddi o'zimizdagi pulni to'lamagandan keyin o'chirib qo'yadi uni. Butun dunyo bo'yicha shuni o'chirib qo'yib, shu telefonni qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, Marsda bo'lishidan o'chib qoladi u telefon. O'chirib qo'ygandan keyin bo'ldi, u zapchast hisobi bo'ladi u telefon. Bo'ldi. Uni misol uchun Amerikan narxi tushib ketishiga ham o'sha sabab deb o'ylayman. Ya'ni o'shani riski. Sotuvchilar ham o'sha amerikanskiy telefon olib kelganda olmayapti o'zi. Misol uchun, amerikanskiy telefon sotayotganda ham mijozlar o'sha narsalardan qo'rqyapti. Bitta yegan odam qaytib yegisi kelmayapti. O'shanga amerikanskiy telefonlar narxi o'zi bir xil telefon bo'lsa ham tushyapti. Shunga mana kuzatuvchilarimizga aytib o'tgan bo'lardim. Amerikanskiy telefon olayotganda ishonchli joydan olinglar. Shunaqa. Ishonchli, bizadan demayman. O'zi ko'p ishonchli do'konlar. Misol uchun 10 ta, 20 ta rossa ko'p. Ishonchli joydan olishsa arzon olishadi, lekin ishonchli olishsa, Xudo xolasa ertaga 1 yildan keyin, 2 yildan keyin shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa ham, u javobiga turib beradigan do'konlar bor. Chunki o'sha lok bilsangiz 2 kun, 3 kunda paydo bo'lib qolmaydi. Yillar o'tgandan keyin ham tars etib blok bo'lib qolishi mumkin. 1,5 yil zo'r ishlatgan, shunaqa holat bo'lgan. 1,5 yil eSIM sotganman yangi. 1,5 yil zo'r ishlatganda, keyin o'sha sotishga kelganda, o'sha 1,5 yildan keyin blokda. Bu bizga o'sha yarim narxida. O'sha narx ham tushib ketgan bo'ladi-da. $500 telefon bo'lsa, misol uchun hozirgi kunda holati 500 bo'lsa, 250 ga tushadi. 200 ga ham tushishi mumkin. Просто zapchast hisobiga olinadi. Chunki umuman ishlatib bo'lmaydi. Xulosa qilib aytganda, mana shu mavzuni ishonchli joylardan olishni maslahat beraman deyapsiz-ku. Ishonchli joy deganda, ya'ni odamlar emaildan o'tmagan yoki lokmi, lokmasmi tekshirilmaganini odamlarga bozor narxidan $50 arzonroqga berib,
odamlarga mana san $50 arzon olsan deb, lekin ertangi kunga riskka berib qo'yapti. To'g'ri. Xuddi shunaqa narsani xulosa qilsak bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. O'shanga o'zi log tekshirib bo'lmaydi. Никак tekshirib bo'lmaydi. Qiyin log tekshirish uncha spetsialist bo'lish kerak yoki o'sha pulli nimalari bor. O'shanga amerikanskiy telefon olayotganda o'zi faqat amerikanskiy emas. Endi misol uchun Kanadada ham chiqadi log, ko'p Kanadada chiqadi. Bu yoqda yaponskiylarda ham ko'p log chiqyapti. O'zi umuman bir olayotganda ham, yangi olayotganda ham, esim telefonlar ayniqsa olayotganda arzonga uchishmasin Shunaqa. deb maslahat bergan. Xulosani mana shu narsaga chiqargan bo'ladi. Ishonchli joydan olishsin. Emailga temasiga keladigan bo'lsa, emailni tekshirib olsa bo'ladi. 1170 degan SMS nimaga yuborishsa, emailga raqamini sразу chiqarib beradi. Yokida programmani oti nima edi? Birda degan programma bor. U birdami? Shu programmani skачать qilib ham bemalol tekinga tekshirib olishsa bo'ladi. Uzumay sayti ham bor. Undan ham tekshirib olishsa bo'ladi. Emaildan muammo yo'q, lekin logda arzoniga tushmasa, ishonchli joydan olish kerak. Bu ayniqsa. Zo'r. Menimcha bu joylari уже tushunarli bo'ldi. Ana endi bu telefon degan joyingizga bitta qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Qisqacha emas, menimcha batafsil to'xtalsak ham zo'r bo'ladi. Chunki hamma mana qo'limda ham mana bu telefon bor. Ertaga olib borib buni trading qilishim bor. Va bu telefon olayotganda men yangi buni berib turib, yangi korobkadan olsam, qanaqa qilib tekshirib olishni bildim. Endi men topshirib ketgan telefonni odamlar qanaqa tekshirib olishi haqida gaplashaylik. Ya'ni bu telefonni olayotganda qanaqa muammolar bor hozir bozorda, qanaqa unga yechimlarimiz bor va nimalarga e'tibor berish kerak. Shu haqida bitta mavzuni ochsak, menimcha to'g'rimi, ancha bir manfaatli bo'lardi. Mana shu BU bo'yicha 6 yilmi, 7 yillik spetsialist. 7 yillik уже BUda mana shu bundoq ko'radilarda, navbatda ochilgan ekan, hamta alishgan ekan deydigan odam mana. Umidaga ko'radilar. Zo'r. BUda endi juda nozik narsa. Sotuvchilarga ham bu tegishli. Nimaga? Chunki bitta xato katta narsaga olib kelib qo'yadi. Bitta xatoni o'zi katta summalarga ham olib kelib qo'yadi. O'shanga BUni tekshirayotgan hozir xilma-xilla chiqib ketdi. Qanaqa? Xuddi boya aytganimdek, ekranni alishtirib, ошибка chiqmaydigan joylari ham bor. Ya'ni ekran alishgan bo'ladi, lekin ошибкasi chiqmaydi. Orqa krishkasi alishgan bo'ladi, yechimi qo'yiladi. Uni har xili bor. Podelkasi ham bor, arzonroq, sredniysi bor, eng zo'ri u yechimi. Почти bilinmaydi u narsa. Piksel dog' tushib qolishlari bor, razyon alishlari bor, kamera 0.5 ishlamaydigani bor. Tekshirib olish uchun professionallik xodim kamida 2 yillik o'qitda bo'lishi kerak. Chunki 2 yil, 3 yillik o'qitda bo'lgan sotuvchi u narsani bitta ko'rishda bilib oladi. Hozirgi paytda korobka yasalish ham ko'p bo'ldi. Boya ham shu situatsiya bo'ldi, Bobur. Bitta mijoz kelyapti, aka deyapti 330 narxlashdi dedi. 340 narxlayman dedim. Keyin turdi, u telefonni ko'rmadim, olib kelib beraman, korobkasi bor dedi. Hozir olib kelib beraman agar oladigan bo'lsangiz dedi. Xo'p dedim. Plus 350 qilib bering aka, klient bo'lib qolaman dedi. Bo'ldi dedim, 350 ga olaman, olib kelmaylik korobkasi bilan dedim. Olib kelyapti, boshqa joydan olgan, endi korobkani olib kelyapti, beryapti menga. Bundoq qarayapman, korobka yasalgan. O'ziga aytyapman, korobka bu yasalgan ekan deb tushuntiryapman. Yo'q, menga aytishmagan, yo'q deb aytmoqchi bo'lganim, korobka, telefonni o'zini hamma joyini o'zgartirsa bo'lib, bez ошибка chiqarsa bo'ladi uni. Hech qayerda bilinmaydigan demoqchilik, bezashib. Hech qayerda uni ko'rasiz. Mana ideal yangi telefonni ko'rsangiz ham, hamma yog'i alishgan telefonni olsangiz ham, ya'ni restavratsiya bo'lgan telefonni olsangiz ham, u farqlolmaysiz, Oddiy odam farq bor. farqlolmaydi. Hamma anaqalarni yo'q. Ammo shu yerda qanaqa farqlasa bo'ladi? Bu ham menimcha endi ishonchli joyga borsa, ular o'zi tekshirib olgan narsasini endi shu joyga Bobur bilan shu narsani gaplashuvdik. Batareya eng katta muammo bo'ldi. Batareyani chip qo'ysa bo'ladigan bo'lib qoldi. Yo'nqisini, batareya yo'nqisini 100% ko'tarib qo'ysa bo'ladi. Mana qanaqa bo'ladi u, tushuntirib beraman. Telefonlar mana Amerikada, bilsangiz o'zi Yevropa davlatlarida Apple o'zi yoki ko'chadagi boshqa do'konlar ham arzon narxga olib qo'yadi. BUsini shunday arzon narxga topshirib ketadi u yoqda, yangi oladi, u yog'ini kredit qilib to'layveradi. Endi qarang, u olingan misol uchun iPhone 13 bormi, 14 bormi, past yo'nqisi bo'ladi o'zi. Ular hammasi teriladi-da, Dubayga kemada jo'natadi. Dubayda Free Zone degan joy bor. Free Zone degan joyda uni o'zi sexlari bo'ladi. Tushunasiz, sexlari bo'ladi. Даже o'zbeklar ham bor. Andijonlik akalarimiz bizani ko'rishayotgan bo'lsa, andijonlik akalarimiz ham shu sex ochishgan. Sexligi bor. U odamlar ishlatishadi, telefonlar restavratsiya qilishadi. Keladi Koreyadan misol yoki Yaponiyadan deylik, misol uchun telefonlar keldi. U
hamma misol uchun deylik batareykasi 75 mi 91 qilib qo'yishadi. Unga qanaqa qilishadi? Oddiy chip qo'yiladi. Chip qo'yib bo'ldi. Yo'nqisini o'zingiz xohlaganidek regirovka qilsangiz bo'ladi. To'g'rimi? Yokida anaqasini alishtirishadi. Misol uchun ekranni alishtirishadi, ошибкасini через programma yo'q qilib qo'yishadi. Tushundingizmi? Kompyuterga tiqsangiz ham eng qizig'i ko'rinmaydi-da. Hech qanaqasiga bilolmaysiz. Agarda mutaxassis bo'lib, mana alishganni bilolmaydigan bo'lsangiz, bo'ldi. U siz уже yeb qo'ydingiz hisob. Aldandingiz degan. Buni bitta yechimi bor edi. Endi bu 100% o'xshaydi demayman. Bir 50%, 70% o'xshaydi. Qanaqa bo'ladi? Bitta telefonni zbros berib yuborsangiz, u anaqa bo'ladi. Ошибкалari chiqib ketib qoladi. Chunki zbros berilgandan keyin anaqa bo'ladi-da, обновление перезагрузка bo'lib ketib qoladi-da. O'shanda chiqishi mumkin. Bu lekin kam ehtimol. Bir 50%, 70% da. Endi mana shu yo'nqisda muammo chiqqani uchun bozorda srazu Bobur bilan gaplashib, Bobur ham shu yechimni berib, yo'nqisga garantiya beradigan bo'ldi. Shu darajagacha bo'lib qoldi-da. Hozirgi paytda misol uchun ishonchli do'konlarda, faqat bizda emas bu narsa, boshqa do'konlarda ham bor. Shuning uchun maslahat, hamma do'konda to'g'ri aytish mumkin, bu родной, hammasi zo'r, lekin u qaysidir muddatda o'sha batareya alishganligi uchun bitta udarda yoki ozgincha suvga kirib chiqqandan keyin yoki sovuqdan ko'p bo'ldi. Sovuqda telefon o'chib qoladi-da, yo'nqis nol bo'lib qoladi. Chip qo'yilganligi uchun. O'shaning uchun ishonchli joylardan olishni men ham maslahat bergan bo'lardim. Chunki juda ko'p odam shundan anaqa qilyapti-da, bundan boyagi gapga taqalamiz. Shu muammo bo'lgani uchun malika yomon ko'rinib qolyapti. Oddiy primer. $350 ga 13 Pro turibdi. Yo'nqisi 90. 90. Bizda $350 ga yo'nqisda 80. Odamlar o'ylayapti, o'xdot 10 yo'nqis baland. $50 misol uchun narxi bir xil $350 ikkalovi ham. Конечно bundan olaman deb. Lekin o'ylashmaydimi deyman-da. Ko'p tushuntiramiz biz. Nima uchun bu unaqa narx? Nimaga bu 90 bo'lsa, misol uchun bular ham sotadi, bular ham sotadi. Nimaga 90 bo'lsa, bular qimmatroq sotmayapti? Degan nima qiynaydi meni. Yaqinda ham Jahongir ukam Jahongir aytib berdi. Aytib beryapti, Umid aka deyapti, "Ha, desam, biz 15 Max do'kondan naqdga 87% ni sotganmiz" deyapti. 15 Max'ni 87% ga sotganmiz deyapti-da. O'sha telefon deyapti. Bir oy muddat ichida qaytarib kelyapti, yo'nqisda 100 deyapti. Aynan. Shu xuddi shunaqa. Endi ba'zida hamma narsa ko'rinadi-ku, ba'ziga bitta ursa deyapti. Bizni sotgan telefon 87% chiqib ketgan telefonimizni qaytarib 100% qilib bizga sotmoqchi bo'lyapti. Eng qizig'i o'sha ideal. Ko'rsangiz, chotki. Tushunasizmi? Hech qanday alishmagan boshqa, faqat ochadi, boltini ochadi, chip qo'yadi. Bo'ldi. Bo'ldi, hamma yog'i родной o'shan aytayotganlarni. 87 yo'nqisi sotilgan chotki родной 100 qilyapti, 95 qilyapti yo'nqisini. Shunaqa qaytarib o'zimizni log qilib sotib ketmoqchi bo'ldi. Lekin sizlarda ba'zi borligi bu yerda qo'l kelib qo'ygan. Mutaxassislar ham bor. Bizda unaqa muammo bo'lmaydi. Ya'ni bizga kelib u chip qo'yilgan telefonni sotib keta olmaydi. Ko'rdinglarmi? Shu joyda menimcha, ogohlikni yanada ko'taradigan joyi, hamma gapni oxiri ishonchli joydan olishga borib taqaladi. Shunaqa. Endi hozir gapinglarning orasida suvga solish, restavratsiya so'zlari keldi-da. Mana ko'pchilikni qiynaydi. iPhone'ni misol uchun suvga solsa bo'ladimi? Ko'pchilikda bo'ladi, chunki Apple texnikalarini o'zi suvdan pastellida ko'ramiz, lekin restavratsiya bo'lgan bo'lsa-chi yoki yaxshi telefon bo'lgan bo'lsa-chi, u suvga solganda menimcha katta ehtimol bilan suv kirib ketadi ichiga. Shu haqida bitta qisqacha aytib ketsak, misol uchun odam ancha yil arzon telefon ishlatib yurdi. Endi 13 Pro oldi. Men iPhone'ni suvga botirib ko'raman deganda buzilib qolish ehtimoli qanchalik? Juda katta. Chunki Apple o'zi ham hattoki maslahat bermaydi. Suvga tiqsa ishlaydi deydi-ku, lekin garantiya bermaydi. Mana shunaqa. Misol uchun suvga tiqib ishlatmoqchi bo'lsa ham yangi telefonni ishlatib ko'rishsa. Misol uchun bu telefonlarni unaqa maslahat bermaymiz. Ayniqsa restavratsiya bo'lsa, restavratsiyani ham har xili bor. Aytganimdek, misol uchun sexda qilingani bor, oddiy qo'l bola. Apple o'zi restavratsiya qiladigani bor. Tushunsa, u Apple o'zi restavratsiya qiladigan bo'lsa, uni alomatlari bo'ladi. Restavratsiya telefon Apple o'zi qilgan bo'lsa, ошибкалар bo'ladi, boshqa bo'ladi. Rinli bo'lib, galochkalar bilan bo'ladi. Lekin mana boya ozgina gapim nima qolib ketdi. Iltimos qilardim kuzatuvchilarimizdan. Arzoniga uchishmasin. Restavratsiya telefoni ikkita alomati, katta alomati bo'ladi. Birinchisi korobkasi yasalgan bo'ladi. Ikkinchisi yo'nqisi baland bo'ladi.
Uchinchisi narxi обычный 80 75 anaqa telefonlar bilan narxi bir xil bo'ladi. Shunaqa. Qimmat bo'lmaydi. Unaqani imkoni yo'q. Mana shu narsaga ahamiyat berishligini iltimos qilib qo'ygan bo'ladi. Mana shu 3 ta alomati bor. Bu telefonlarni qayta sotayotganda yarim narxiga pastga olishadi. Ochilganini deb turib, shunaqa. Mana menga ham kelib qolsa shunaqa telefon, bundoq qarayman, resku ochilgan-ku deyman-da. U olgan qiymatdan men ancha past olaman. Chunki ochilgan. Bu narsani men do'konga prixod qildirilmaydi, ketdi. Tashqariga qarab, почти zapchast pulida berib yubordilar. Demak, foyda qilaman deb ancha ziyon qilib qo'yar ekan. Xuddi shunaqa. Ko'p ziyon qiladi. Endi ishonchli bo'lish uchun yangi telefon haqida gapirdingiz. Ana suvga tiqishda yangi telefon olsa tiqib ko'rsa bo'ladi degan. Shu yangi telefonda bitta savol bor-da. Korobkadan ochilayotganda bir ikkita reelslarda ko'rib qolganman. Naklikasi bor-ku, hamma emotsiya oladigan joyi, Ha. naklikasi. Mazza qilish. O'shani mazza qiladigan joyini, lekin kimdir ochib, uni nima qiladi bilmayman. O'sha naklika pastdan shuni anaqasidan oladi-da, naklikasini yopishtirib yana yangi telefon qilib qo'yadi. Shu bu aldashmi yoki bu qanaqadir qoidami? Shu haqida ma'lumot bersanglar. Bu aldashga kirmaydi. Bu mana bizga ham chetdan kirib keladi. Misol uchun Dubaydan kirib keladi. Dubaydan kirib kelayotganida u Dubaydagilar telefon berib yuboryaptimi, berib yubormayaptimi? Boshqa narsa solib beryaptimi, qum solib beryaptimi yoki boshqa model solib yuboryaptimi? Bir marta esingizda o'zi gapingizni bo'ldim. Anaqa videosi chiqib ketgan, ichida qum chiqqan. Malikada bo'lgan ko'zimiz bilan ko'rgan. Shunaqa. Bizga sotishgan o'shani. Bizga bitta Malikadagi akamiz telefon sotib keldi. Ichidan temir chiqqan. Bitta qo'shnimizga qum chiqqan. Tushunasiz? Ular nima qilgan? O'sha naklikasini ochib tekshirmagan Dubaydan kelyapti. Shunaqa. Naklikani ochib tekshiradi. Telefonni qimmatroqga oldimi, arzonroqga oldimi, mayli, o'sha arzon bo'lsa ham muammolida, o'zi arzon narsadan qochish kerak. Shubhalisi shunda-da, shu chet davlatdan kirayotganida shu telefonni bilib olish kerak-ku. Bilib olganda, mana mijozga sotayotganda injiq bo'ladi-da. Katta summaga olyapti. Uni ham tushunish kerak. Men ham misol uchun mashina olsam yoki kattaroq uy oladigan bo'lsa, har bitta qiy-shuv joyigacha qarayman-da. Endi bu bitta ochiladi, bitta ko'riladi, chaqa-chuqasi yo'qmi? Kichkina mana men o'zim guvoh bo'lganman shu narsaga. Ozgincha bundoq qirilgan narsani ham yangi deb sotmaydi. Biz ham yangi deb sotmaymiz. 0 sikl deymiz-da, e'longa qo'yib yuboramiz. Bu narxida berib yuboramiz. Shu $100 zarar bo'ladi. Kichkina qirilgani uchun. Uni endi aytmoqchi bo'lgan shu joylarini tekshirib, uni qaytarib yana yangi bo'ladi. Uni yoqmaymiz ham, zaryadkaga ham tiqmaymiz, bir kun ishlatib yana qaytarib qo'yib qo'ymaymiz. U yangi bo'ladi, просто ichida telefon bormi? Bor. Rangi o'sha-o'shami? O'sha-o'sha. Nakleykalar joydan joyida, qirilmaganmi? Chaqasi yo'qmi? Kichkina chaqa mizerniy bo'lsa ham yangi deb sotilmaydi. O'shaning uchun o'sha hamma narsasini tekshirib, uni qaytadan upakovka qilib, ana o'sha telefonlarga 12 oy kafolat berishga tayyor. Demak, bu sizlarni ham, mijozlarni ham riskini kamaytirish uchun qilinadigan ish ekan. Agar menga o'xshab shu narsa bo'yicha ozgina qo'rqib turgan bo'lsanglar yoki qo'rqadigan tanishinglar bo'lsa, mana shu joyini shunday jo'natib qo'ysanglar bo'lar ekan. Lekin shuni suiiste'mol qilayotganlar ham bor. Misol uchun, unga ishlatilgan telefon bo'ladi, yengidek bo'ladi. Qaraydi, qirilgan joyi yo'qmi, yengidekmi deydi, tars upakovka qiladi-da, sotib yuboradi. Yangi deb sotadi. Bu siklni ham hozir 0 qilib qo'yish muammo bo'lmayapti. U butun, misol uchun, butun ishonchliman do'koningiz, ishonchliman degan magazinlar ham dash telefon ochilib, qayta upakovka bo'lgan bo'ladi. Sababi ular ham Dubaydan zakaz qilganida, ular bilmaydi. Dubayda aldoqchidan, yaxshi ishlaydigandan aldoqchi ko'p yo'qdi. Shunaqa. O'shanga kelganida обязательно ochib ko'radi, keyin qayta upakovka qiladi. Mijozni ham riskini kamaytirish uchun, o'zini ham riskini kamaytirish uchun. Shunaqa. Shu boyiga aytganim, ishonchli joyda, bitta bizada emas, o'zi ishonchli do'konlarda, men bilaman ham shunaqa do'konlarni. Kichkina, даже sotib olganman ham shunaqa telefonlarni, kichkina, mizerniy ishoning, buni upakovka qilib sotib olsa ham bo'ladi deydigan telefonlarni ham даже yangi deb sotishmaydi. Bizada ham shunaqa. Chunki uni bitta ochganingizdan keyin mijoz o'sha joyini ko'rib qolsa, bo'ldi-da. Tushunasizmi? O'sha yerda urush janjal boshlanadi. Nega bu menga yangi deb sotdi? O'shaning uchun juda ko'p mijozlarimiz ham qo'rqadi bu narsadan. Ochilmaganmi, boshqa narsa qilmaganmi? Qo'ldan kelgancha har bitta mijozga tushuntirishga harakat qilamiz. Busiz ilojsiz, xuddi Bobur aytgandaki, manaman degan do'konda ham telefon ochilib yopiladi. Shu joyi shunaqa. Zo'r tushunarli bo'ldi. Endi bu joyda suiiste'mol qilayotganlar haqida gapirdingiz-ku. Endi vijdoniga havola ekanda. Joyga borib tekshirib olsa ham bo'ladi.
Birinchi o'chirtda o'sha siklini tekshiradi. Sikldan keyin yaxshilab qirilgan joyi yo'qmi tekshirib olish kerak. Yangi telefon ochganda uni nakleykasi hech narsani hal qilmaydi. Hech narsani. Даже tamoshida ham ochishi mumkin. Shunaqa. Lekin yaxshilab ochgandan keyin uni holatini, siklini tekshirib, keyin уже sotib olsa bo'ladi. Yana bitta tema bor. Bu yoqda non-aktiv bilan aktiv degan tema ham bor. U ham asli muammo emas. O'sha bizni tekshirayotganimizda u telefon aktivlashadi. U telefon aktivlashadi, biz uni ishlatib tashlamaymiz. Misol uchun non-aktiv telefonlar ham bo'ladi, lekin aktiv bo'lgan telefonlar ham yangi bo'ladi. Ishonchli joy bo'lsa, sikli 0 bo'lsa, qirilmagan joy bo'lsa, muammosi yo'q aslida. Non-aktiv telefonni ham, aktiv telefonni ham sotib olsa bo'ladi. Ya'ni обычный yangi narsa bu ham. Shunaqa. Просто biz tekshirayotganimizda aktiv qilamiz. Ya'ni non-aktiv bo'lgani korobkaning ichida yoqilmagan, menimcha tushunishim bo'yicha aktiv bo'lgan, shu yoqib tekshirib olingan bo'ldi. Shunaqa. Shu joyda farqi bor ekan. To'g'ri. Bu Tushunarli. bunaqa qilmasa ham bo'lmaydi-da, aka. Agar bunaqa qilmasak, bilmasdan sotaveramiz, mijoz ochaveradi, u telefon ochadi, muammosi chiqadi, daveriya yo'qotib qo'yamiz. Bu yoqda do'konga biz 12 oy kafolat beryapmiz-da. Endi mana misol uchun o'rtaga savollarni tashlayveraman. 12 oy kafolatda nimaga asoslanib beriladi? Nima uchun? Mana shunaqa nyuanslar uchun beriladi. Yonkski ko'p. Misol uchun 12 oy kafolat beryapman deydi, bittasi 4 oy kafolat beryapman deydi, misol uchun. 6 oyligi bor. Ko'p unaqalar. Lekin garantiyada ham garantiya bor. Garantiya bor. Mana konkretniy garantiya bor. Nimasiga garantiya degan joyiga keladi-da, to'g'rimi? Birinchi bo'lib, misol uchun 4 kun ichida bizada aynan iComfort do'konlarimizda 4 kun ichida telefonni qanaqadir заводской defekti chiqib qoladigan bo'lsa, telefonni xuddi shunaqa yangisiga alishtirib beramiz yoki pulni qaytarib beramiz. Shunaqa. Birinchi bo'lib bu 4 kun ichida. 12 oy ichida, qarang, 12 oy ichida qanaqa muammosi chiqib qoladigan bo'lsa, заводской qanaqa muammosi chiqadigan bo'lsa, biza 100% xarajatlarni qoplab, qo'lbegi yana xuddi shunaqa ishlaydigan qilib qaytarishga, xudo xolasa, garantiya beramiz. U xoh 10 oydan keyin bo'lsin, xoh 11 oydan keyin bo'lsin, farqi yo'q. 100% xarajatlarimizni qoplashga tayyormiz. Mana shu taraflama. Lekin bu yoqda eng problemli narsa bilasizmi? 12 oy garantiya beraman deyapti-da hozir. 11-oy kelganda, "Yo'q, bu заводской emas. Sen 11 oy ishlatib o'zing shunaqa qilib qo'ygansan" deyapti. Ha, bu eng katta muammo. Garantiya berayotganda ham даже quruq gapga ishonish kerak emas. Asli bu qilib kelyaptimi bu garantiyani? Misol uchun o'zi Instagramda qilyaptimi? biz joylab boramiz, mana deymiz, даже 2 yildan keyin emaillar o'chib qolganmiz edi. 2 yildan keyin hammasini yoqib berganmiz. O'zimiz yonimizdan rasxod qilib yoqib berganmiz. Sababi odamlarning ishonchi. O'sha odam ertaga o'zidan yaxshi otziv qoldirsa, yana ketidan odamlar olib keladi. Uning ishonchi bo'ladi bizga nisbatan. Misol uchun shunaqa mijozlarimiz bizda ko'p. Shunaqa. Даже bugun keldi Bobur. Sразу aytaman, mana bugun shu aytganimdek lok bo'lib qolgan. Уже olganiga почти 8 oy bo'ldi. Sim karta ishlab turgan joyidan ishlamay qolgan. eSIM ishlamay qolgan. Ulanmayapti. Mana bugun keldi. Nima qilyapmiz? Zamin qilib beryapmiz. Mana shu telefonni tutib turing. Tutib turing. Agar bu muammoingizni hal qila olmasak, sizga mana 95% dan keyin 98% lik xuddi o'zidagi telefonni beryapmiz, rozi qilyapmiz. Agar bir haftaning ichida hal bo'lmasa, mana shu telefon yo sizga qoladi yoki boshqasini qilib beramiz. Ko'nglingizga qarab deb uni chiroyli kuzatib olamiz. Bunaqa holatlar ko'p. Batareya ishib ketishi mumkin. Batareya ishib ketganda ham qanaqa bo'ladi? Bir xillari o'zini aybi bilan bo'ladi. Lekin shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi. Kelishadi, vaziyatini tushuntiradi, boshqa narsa qiladi, harakat qilib ko'radi-da. O'shalarni ham qo'ldan kelgancha mayli shu o'zi $50, $100 ga qaramaylu, lekin mijoz rozi bo'lsin degan joylarimiz ham bor-da. Shu joylariga ham qattiq qaraganmiz, xudo xolasa. Savol berishdan oldin mana Yonks garantiya haqida gap ketyapti-ku, kafolat haqida. Yonksga kafolat beryapmiz degan gap o'tdi boya tepada. Shu Yonksda men sal tushunmadim. Qanaqa nimasiga garantiya beramiz? Ya'ni 80% Yonksni olib ketdi. O'sha 80% endi tushundim, chip qo'yilmaganiga, o'shanga garantiya beriladi. Основной shu chip qo'yilmaganligiga. Основной narsa shu chip qo'yilmagan, xuddi Bobur aytgandaki $350 80%, $350 90%. Bu yoqda shu ochilmaganligi, foizi batareykasiga chip qo'yilmaganligi, sun'iy ko'tarilmaganligiga beriladi. Yonksda
mabodo 2% ga tushib ketib qoladigan bo'lsa, qanchadir srokda o'sha garantiyaga kirgizganmiz. Nechidir kunda 2% ga tushib ketib qoladigan bo'lsa, boshqa telefonga alishtirib beramiz. Shu haqida qisqacha bizani garantiya sistemamizni bitta tanishtirib o'taylik. Hozir уже savol tug'ildi. Mana mani savolim уже javob topildi. Garantiya nimaga berilar ekan? 80% li telefonmi haqiqatdan ham 80% ligiga berilar ekan. Shunaqa. Endi 2% tushib ketgan qancha muddatda nima o'sha qisqacha aytsanglar menimcha qiziq. Bo'ldi. Xo'p. O'zi Yongsga garantiya nimadan kelib chiqqan? Judayam ko'p bozorda, ayniqsa Malikada restavratsiya telefonlar Dubaydan oqib kelishni boshladi. U bizada defitsit bo'ldi. Imeka muammosidan keyin BUli defitsit bo'lib ketdi. Undan keyin Dubaydan telefon BUli oqib kelishni boshladi. U Dubaydagi telefonlar 97% desa ham bo'ladi, restavratsiya bo'ladi. Qayta ishlangan telefonlar bo'ladi. Keyin odamlarda muammo bo'ldi. Bitta ishlatadi bir hafta 2-3% tushib ketadi yo'sinasi. Ani ishlatadi 90 yonkislik narsa 75 bo'lib qoladi. Ozgina srokda. Keyin biz o'yladik, yonkisiga garantiya beraylik dedi Umid. Nimaga desam, mashina telefon kelyapti, rosa ko'p Dubaydan. Hozir garantiya bermasak odamlar o'sha ishonmayapti bu telefon olishga deganlaridan keyin bo'ldi yonkisiga garantiya beramiz deb kelishdik rahbarlar bilan. Bo'ldi o'shandan beri agarda iComfortdan telefon olinsa 10 kun ichida yonkisi 2% dan tushib ketadigan bo'lsa, sirrazu alishtirib beramiz. Yo'kida xuddi sotib olgan narxlarni bizni qayta hisoblab olamiz. Yonkisi sun'iy ko'tarilmaganligiga, chip qo'yilmaganligiga, yonkisi haqiqiyligiga garantiya beramiz. Xudo xolisa 100% uvering bo'lib olishsa bo'ladi. Zo'r. Даже Boburda shunaqa imkoniyat ham bo'ldi. Taklif bo'ldi. 13 Pro'larni shuni taxlab qo'yishdi. 100 tadan oshib. 100 tadan oshib. Narxi nech pul edi? 380 dollar. 380 dollar. O'sha payt 450 ga o'zi. Har bittasida 70 dollardan foydasi bor edi. Bo'lmasa biz 30 dollar o'rtacha misol uchun foyda qilamiz telefonning ustidan 30-40 dollar. Shunaqa. 70 dollar foydasi bor. Yonkisi 90 plus. 91, 92, 90, 88 bo'lyapti. Uni siz ko'rsangiz bor, kasal bo'lasiz u telefonda. 13 Pro Green 91 yonkis. Ideal. Mas. Anjalli akalarimiz Dubayda reys qilishgan. Voy. Anjalli. Omadik. Omadik. Misol maslahatlashdik. Bizani reputatsiyamizga, bizani mijozlarimizga u narsani loyiq ko'rmadik. Hattoki rosa ikkilanib aprosniklar ham qildik. Sizlarga qizumi bu narsa, mana shunaqa restavratsiya telefon chiqyapti arzonga desak, odamlar ha, olamiz deyishdi, lekin olmadik. Sabab biz bunaqa ertaga muammosi chiqib keladigan telefonlarni mijozlarimizga 100% aytaman, aniq qilib aytaman, ravo ko'rmaymiz. Shunaqa. O'zi menda savol bor edi hozir. Ya'ni savolim javob topib ketdi. Ishonch sizlarga puldan muhimmi demoqchi edim. Menimcha bir 500 ta javob oldim bu narsaga. Ya'ni iComfortni tushunishinglar uchun endi menda o'zimda ham shu hissiyot uyg'ondi. Ishonch ancha puldan muhim ekan. Endi hozir bu yoqda tipa aytyapmiz, biz ko'p zarar ko'ryapmiz yoki mana bunaqa muammolar bo'lyapti. Foyda ham bor. Foyda yo'q emas. Foyda yo'q joyda misol uchun ishlanmaydi. O'sha Bobur aytgandek imkoniyatimiz bo'ldiki, biz 7000 dollar zararni qopladik deb aytyapti. Nu aytmoqchi bo'lganimiz bu yoqda nyuanslar ham bor edi. Mana shunaqa. Odamlarga, ya'ni o'sha obunachilarimizga shuni tushuntirmoqchi bo'ldik. Ya'ni o'ylashmasin demoqchi emas, shu foyda ko'rishmas ekanda deb. Foyda ham ko'ramiz. Nu qiyinchiliklari ko'p. Telefonni BUsida ancha qiyinchilik ko'p. Chunki uni 4 ta 5 ta sotuvchi bor, 3 tasi biladi tekshirishni, 2 tasi bilmaydiganlari ham bor. Misol uchun. Ular xato qilib qo'ysa, u xato kimga zarar? Do'konga zarar, brendga zarar. Mijozga bitta muomala noto'g'ri qilingani, u qancha anaqa, mana Bobur jalibalar bilan o'zi ishlaydi-da, даже. Jaliba bilan bittasi bilan qilaman. O'tgan safar ham yechilmaydigan muammo-da. Biz o'sha u imkoniyatdan anaqa qila olmaymiz. Bobur shundoq keladi-da, shu odatida ishxonada hamma yomon ko'radi. Keladi, alishtirib beringlar deydi. Ani qaramaydi ham. Keyingi etapni o'ylab alishtirib beringlar, klientman bo'ldi. Klient gapirib, o'zim guvoh bo'ldim. O'zim shu yaqinda kelgan bo'lsam do'konga shunga guvoh bo'ldim. Puldan ko'ra anaqani mijozni anaqasi muhimroq. Boshlovchi. Bu yoqda Bobur o'zgartirgan narsaga bu yoqda butun jamoa qiynaladi. Bobur qilgan sistema, misol uchun Bobur bitta qaroriga butun jamoa qiynaladi. Bobur
jamoa qiynalsa, lekin mijozimiz qiynalmasin deydi. Zo'r. Shu joyi juda o'zim ham hurmat qilaman. O'zi do'konchi bo'lib, mana shu sohada 7 yildan bo'lib, o'zim shu narsani sezganim uchun, chunki yaqinda ham shu narsa bo'ldi esingizda bo'lsa. Bitta shu Jamshid aka degan anaqa bilan rosa mijozga rosa tushuntirishga harakat qilib, Bobur shundoq keldi-da, alishtirib beringlar. Bo'ldi. Mijoz foyda ko'rsa, keyin biz foyda ko'ramiz degan Xuddi shuni ekanda. xuddi shuni yoqda reputatsiya важный narsa-da, juda muhim narsa. Agarda bizga odamlar ishonmasa, u bizni 60 tadan shu odam ishlaydi bizda. Shunaqa. U hammasi bir teng narsani. Bu ochib qo'ygan do'konlarimizni, u qilib qo'ygan remontlarimizni, taxlab qo'ygan assortimentimizni odamlar bizga ishonmas ekan, hech qaysi u foyda bermaydi. 100%. Odamlar bizga ishonishyapti, bizni foyda qilamiz. Odamlar bizga ishonishyapti, bizni yana ham ishonchligini yaxshiroq oqlashga harakat qilib, bu yog'iga faqat o'sishga harakat qilishimiz kerak. Hozir mana bularning takliflari bilan yaqinda sug'urta degan narsani ham yo'lga qo'yamiz, xudo xolisa. Yana ham bu narsa o'zimizni ustimizda yana ham ko'proq ishlab odamlarni qulayligiga sababchi bo'lsa, yana ham ishonchiga sababchi bo'lish uchun, misol uchun telefonni sotib oldingiz. Telefon sotib olganingizdan keyin o'zingizni qo'lingiz bilan tushirib yubordingiz telefonni. Misol uchun korpusi sinib qoldi. U korpusini rasxodi misol uchun $150 turadi. O'sha $150 iComfort qoplab beradi. Xudo xolisa bu narsa mana yengillik bo'ldi bu yoqda. Hali yo'lga qo'ymaganmiz, lekin xudo xolisa yaqin kunlarda yengillikni e'lon qilamiz. Mana shu narsani bilash. Odamlarning ishonchi mana shu yerda iComfortdan ya'ni kelib xarid qilganida ko'ngli to'q bo'lsa, bo'ldi. Bizning missiyamiz mana shu. Odamlarning ishonchi, ya'ni ularga udobniy bo'lsa, ular pul to'lashga tayyor bo'lsa, uni orqasidan biz ham foyda qilamiz. Shunaqa. Zo'r. Bu joylari zo'r bo'lsa. Win-win deydi-ku. Ha, o'sha. Win-win. Foyda ko'rsin, biz ham foyda ko'ramiz. To'pida bir martalik anaqa emas bizda. Mana Umid, mana siz keldingiz. Qayta sotuv bizda juda baland. Juda baland. Men shuni sezdim. Даже shunaqa anaqalar bo'ldi. Endi Saudiyada men ham turaman, shu sotuvchilar bilan birga. 3 yillik mijoziylar kelyapti. Ani S-blokdanman deyapti. Mijozimizni kelyapti, S-blokdanman deyapti. Uni garantiya taloni hali ham turibdi-da. Eski 2 yillik, 3 yillik garantiya taloni turibdi-da. Bundoq qarog'imizni o'zimiz ani xursand bo'lib ketamiz. Bitta men emas, yoki butun jamoa xursand bo'ladi. Qaranglar, 2 yil oldin, 3 yil oldin sen sotgan ekansan. Sen bunday qilgan ekansan, butun jamoa xursand bo'lyapti-da. Ani klientga ham emotsiya-da. Emotsiya deyapman. O'sha birinchi olgan joyi hali ham o'sha faoliyatda, o'sha odamlarning foydasini ko'zlab. Zo'r. Ana endi mana shu 3 yildan oldin olib ketgan joyda esimga tushib qoldi. Ya'ni bitta joydan qayta sotib bo'lyapti. Endi raqobat haqida savol bermoqchiman. Xo'p. Raqobat o'zi bozordagi holat qanaqa? Nima uchun birinchisi shu yerdagi birinchi savol, nima uchun ba'zi do'konlar yopilib ketyapti? Shunga qanaqa fikrdasizlar? Chunki anaqa endi bizda maymun biznes degan narsa ko'p-ku. Misol uchun bilsangiz iPhone 14, 15larda Dubayda nima holatlar bo'lib ketdi. Bu o'chirtlar bo'lib, $100 foyda qiladimi yo'q? Misol uchun o'sha telefon o'chirtlarda turib, kunlab uxlamay, yeb ichmasdan o'sha yerda turib, kelib sotishdi. U zapuskchi bo'ladimi? Ani non yopadigan odam bo'ladimi? Do'konchi bo'ladimi? Ani mashina tuzatuvchi bo'ladimi? Hamma Dubayga borib, telefon olib keldi. O'sha sentyabr oylarida shunaqa bo'lardi. Keyin mana iPhone 17da u narsa yo'q bo'ldi. Yana nima? Bo'lib to'lash avjiga chiqdi. Hozir ham avjiga chiqyapti. Avjida prям nima deydi, tushunmagan odam ham kelyapti, shuni iCloud qo'yaman deb bo'lib to'lashga chiqaraman, do'konchaman deyapti. 4 ta telefon chiqaryapti-da, uxlayapti. Mashinniklarga uchrayapti. Mashinniklarga uchrayapti. U foydasini tarsasi hisob kitob qilyapti-da, voy deydi, mashinadan foydasi baland ekan deydi. Mashina chiqarganda, bu mashina nomingda tursa, bu telefon birovni mulki bo'lsa, boshqa bo'lsa, u страховка bo'lmasa degan narsani o'ylamayapti-da. Kelaman foydasi zo'r ekan deyapti, kelib chiqaryapti-da, 4 ta mashinnikka uchrayapti. Deb boshini ushab qoldi. Bankrot bo'lib chiqib ketyapti. Bankrot bo'lmayapti, o'zi muammosi ko'p bu narsa. Muammosi texnikada bu mashina emas, hamma tushunadigan. Mana Umid ham juda ko'p nimalarni biladilar. Kirmasdan turib yopilib ketganlar yoki tushunmasdan turib kirganlar. Qancha bizning sohamiz? Juda ko'p. Juda ko'p. Nima oshpaz bor, bitta akamiz oshpaz. Endi aytmoqchim shu narsani. Boshqa vakil
anaqalar ish boshqa umuman Soha vakillari. soha vakillari xuddi kirib nasiya qilishyapti. Bu zo'r ekan. Telefon chiqaringlar anaqaga muddatli to'lovga daftarda bundoq hisob kalkulyatorda 1 yilda Millioner. millioner lekin kamchiligi juda ko'p-da, juda Qiyinchiligi. qiyinchiligi, ya'ni kamchiligi emas, qiyinchiligi juda ko'p. И anaqani ham demping qilishyapti. Nima degani? Demping degan narx tushirish. Hozir mana Misol uchun o'rtacha $600 telefon, misol uchun o'rtacha $600 telefon 6 oyga $750 qilib berilsa, misol $800 qilib berilsa deylik, ular boshqa sohadan kiryapti-da, manga deyapti. Mashinadan ko'ra yaxshimi deyapti. Bo'ldi, manga demak 700 ham ko'taradi 6 oyga. 6 oyga 600 ta telefonni 700 qilib beryapti. Ya'ni o'rtacha shu sohada ancha yildan beri ishlab kelayotganlardan misol uchun teng baravar arzonga beryapti. Tushunyapsizlar? Keyin bu nimaga olib kelyapti? Kam pul topishga olib kelyapti. Kam pul topgandan keyin zararini u hali bilmaydi-yu, bu sohada yurmagan. Keyin tars zararini yeyapti. Keyin rivojlanishiga ham pul qolmayapti. Tushunyapsizlar? Puli bo'linib ketyapti, zararga chiqib ketyapti bu yoqda. Arenda rasxod, qancha rasxodi bor misol uchun. Uje rivojlanishiga pul qolmayaptimi? Bo'ldi. U konkurentlardan qolib ketyapti. Shu bilan yopilib ketyapti. Yana-chi qo'shimcha qilmoqchi edim. Mijozga nasiyaga chiqaradi-ku, arzonroq qilib. Yana u mijoz cho'zib to'laydi-da, tushundingizmi? U qancha cho'zib qayta pul kirmasa, ishlamaydi-ku pul qayta kirmasa. U yana foydani kesadi. Tushundingizmi? O'zi mana shu nasiya haqida bitta hozir alohida to'xtalib o'tamiz. Undan oldin birinchi savolimizga demak javob nimaga ba'zi do'konlar, ya'ni ko'pchilik do'konlar yopilib ketyapti deganga tajribasizlikdan, noto'g'ri hisob-kitobdan, O'zini sohasi emas. o'zini sohasi emasligi uchun. To'g'rimi? Boshqa sohada puli bor, kiryapti-da, keyin qaytib chiqib ketyapti. Lekin eplab ketganlar ham bor. Shunaqa odamlarga yechimimiz bor bizani. Qanaqa yechim? Yechimimiz Xudo xolasa, bu ham yengillik. Podkastda aytaman deb niyat qilib qo'ygan edim. iComfort'ni Xudo xolasa franshizasini yo'lga qo'yyapmiz. Ya'ni sizda pul bor, lekin tajriba yo'q. Sistemangiz yo'q. Umuman bilmaysiz bu sohani, lekin pulingiz bor. Bizda tajriba bor, mutaxassislar bor, sistemamiz bor, misol uchun programmalarimiz bor, o'zimizning ishlash tartibimiz bor. Biz birlashamiz, Xudo xolasa siz ham foyda qilasiz, biz ham foyda qilamiz. Mana shu yechim kamayar ekan. 99% sistema. Chunki bizani necha yillik opitimiz, biz rasxod qilgan programmani siz bittada olasiz, ishlab ketasiz. Xudo xolasa, podkastda ham aytib o'taman, Chirchuvdan, Angrendan, Xudo xolasa Toshkent viloyatidan birinchi bo'lib, keyin bu yoqda voha taraflarda Samarqand, Jizzax, Buxorolarda Xudo xolasa franshiza ochish niyatimiz bor. Kimda kim puli bo'lsa, mana shu sohaga kirmoqchi bo'lsa, konkretni ishlamoqchiman, o'zim tepasida turib, lekin bilmayman deydigan bo'lsa, hamma narsani o'rgatamiz. Biz brendimizni ham beramiz. iComfort bo'lib ham ishlashadi. Tayyor bizani sistemalarimiz, programmalarimizni Xudo xolasa qo'llab, uje 2-3 oydan foyda qilishni boshlashadi. Tayyor reklama joylari ham bor. Albatta. Albatta. Hozir nomer qo'yib ketsak bo'ladimi mana shu mabodo franshiza bo'yicha hamkorlik qo'yib ketamiz. bo'ldi. Hozirgi kunda bitta misol, mana Andijonda bizani nimamiz bor, sheriklarimiz bor. Uje mana 6 oy bo'ldi, ochishganligiga yaxshi foydaga chiqib olishdi uje. Odamlarning ishonchi, mashhurlik plus yaxshi foydaga chiqishdi. iComfort ochishdi, zo'r qilib remontlar qildik, boshqa qildik, shov-shuv qilib ochdik, chotki foyda ko'rdi. Yana qo'shimcha shu joyi qilaman. Tizim ham bor, deb bor. Eng katta narsa tizim. KPI, qanaqa oylik berish kerak, eng muammo bu bitta bizani sohada emas. Ko'p anaqalarda muammo shu. To'g'ri oylik berish, ko'p berib qo'ymayapmanmi, kam beryapmanmi? Bu tizim bilan umumiy taklif bu. Ya'ni tizimlashtirishni, ya'ni boshligini ortib, u joyda o'qib yoki nimadir emas, tayyor tizim bilan. Hozir telefonchilarda iCloud muammosi juda ko'p bo'lyapti. Ya'ni nasiya savdo bilan shug'ullanadiganlar. iCloud blok o'chib qolishi, neaktiv degan narsalar bor. O'sha taraflari ham misol uchun birlashib, bir-birimiz bilan maslahatlashib qiladigan bo'lsak, ancha yengillashadi-da. Birlashganda, ya'ni birlashsak yuksalamiz deydi-ku, xuddi shunaqa narsa. Agar qancha parchalanib, bir-biri bilan konkurensiya qilib, oyog'idan chalishga harakat qilib, narxini tushirib, bir-biridan sol bu $10 tushirsa, bu 7 qilib, bu 5 qilib tushirsa, bu bozor faqat botqonlikka qarab ketaveradi. Nosog'lom raqobat orqasidan ketaveradi. To'ppa-to'g'ri. O'zi shu joyda mana birlashish haqida gapirdingiz.
Boya boshida ham aytib o'tdim, Telcel asoschisi hozirgi paytda iComfort rahbarlaridan biri. Shunda qolganlarda ham manimcha savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Birlashilganmi shunda? Aytganingizdek. Xuddi shunaqa. Maqsad nima bu birlashishdan deydigan bo'lsangiz, mana endi bu yog'iga katta kema qilib, katta kemada birga ketish. Qancha mayda, lodka deydi-ku, mayda maydalashib ketsa, u hamma maydalashib qolib ketaveradi. Birlashib, kattalashib, katta maqsadlar bilan birga ketiladigan bo'lsa, ana o'shanda haqiqiy kuch bo'ladi, foyda ham bo'ladi, ishonch ham bo'ladi, kelajak ham bo'ladi. Ya'ni maydalashgandan foyda yo'q. Faqat narx tushirish, boshqa nosog'lom raqobat kuchayib ketaveradi. Qancha jamoa kengaysa, birlashiladigan bo'lsa, o'shandagina yaxshi ketishi mumkin. Xudo xolisa, mijozlarga ham yaxshi xizmat ko'rsatish oshaveradi. Misol uchun, oldin deylik, Telseldan xuddi magazin bo'lgan. Misol uchun, u yerda ham xizmat ko'rsatilgan, bizda ham xizmat ko'rsatilgan. Lekin qani, ulardagi plyus tomonlar bilan hozir bizdagi plyus tomonlar birlashdi. Endi qarang, mijozlar uchun qanaqa hozir komfort bo'ldi. Tushunasiz? Bu yaxshilashishga olib keladi. Qancha birlashiladigan bo'lsa, misol uchun sizda bor plyus, menda boshqa o'sha narsa minus bo'lishi mumkin. Biz ikkita plyusni birlashtiramiz, yana ham yaxshiroq. Qancha, bitta kalladan ikkita kalla yaxshi deydi-ku, o'sha narsa. Demak, tushunishim bo'yicha franshiza temasini ham aynan shunaqa birlashishga, atrofda plyus xizmat ko'rsatuvchilarni kengaytirishga qarab olib boriladi, to'g'rimi? To'g'ri. O'zi franshiza qilishdan maqsad nima deydigan? Shuni so'ramoqchi edim. Franshiza qilishdan maqsadi, usluviylari o'zi menimcha nomerni aytib ketdim, lekin usluviyasi haqida, narx haqida gap ketmadi. Bitta mana shuni to'xtalaylik. O'zi mana maqsad franshizadan bir pul topib boyib ketish emas. Nima maqsad deydigan bo'lsak, biz bitta nima atrofida, tochka atrofida birlashaylik. Tushunasiz? Hamma faqat siz brendingizni ochasiz, men brendimni ochaman, bular brendlarni ochadi, hamma maydalashib ketadi. Misol uchun, siz o'zingizni anaqa ideyangiz qilasiz, biz o'zimizni ideyamizdan qilamiz-da, faqat bir-birimizni oyog'imizdan chalish, narx tushirish bo'ladi. Biz o'zimizni do'konlarimiz bor, foydamizni qilib turibmiz, mijozlarimiz ko'p o'zi. Nima maqsad deydigan bo'lsangiz, bitta atrofda birlashaylik-da, siz ham foyda qiling. Biz ham qisman foyda qilaylik. Tushunasiz? Bizni brendimizdan beraylik, tajribamizdan beraylik. Siz ham misol uchun o'zingizni pulingizni aylantirasiz, o'shaning orqasidan ishlaysiz, foyda qilasiz. Joningizni tikib addo'sha ishlaydigan bo'lsangiz, yaxshi foyda qilasiz. Hozir siz yangi boshlaydigan bo'lsangiz, bu narsani 2-3 yil ketib qoladi. U 5 yil oldinga o'xshab shundoq kirasiz, ertasi kundan foyda degan narsa yo'q. Ancha mashaqqatli bo'ladi. Shunaqa. Biz o'sha bosib qo'ygan yo'limizni bittada beramiz. Tushunasiz? Birlashamiz, xudo xolisa yaxshi foyda qilinadi. O'zi oldingi bozor bilan hozirgi bozorda ham farqi bor o'zi. Oldin misol uchun osonroq edi. Ancha osonroq edi. 2-3 ta odamlar Instagram tushunmasdi. O'sha paytlar nasiya savdo endi avjiga chiqayotganda bitta ikkita odamda Instagram bo'lgan. Endi u payt men do'kon bo'lmasdi, tashqarida kuzatuv bo'lardi-da. Bitta ikkita odamda Instagram bo'lardi, o'sha Instagramdan odamlar tortilardi. Hozirgi paytda konkurensiya shunaqa kuchayib ketdiki, hamma taklif bilan ovora, hamma Instagram bilan ovora, hamma reklama bilan ovora bo'lib qoldi. Hozir xuddi bloger sohasiga o'sha kir bo'lmaydi, o'sha cho'qqiga chiqib olganlar, o'sha anaqa uchib yuribdi degandek, bu soha ham shunaqa bo'lib qoldi. Lekin shu Bobur aytgandaki, tayyor tizim, tayyor o'sha 3 yil, 4 yillik mehnatda o'sha qilinib bo'lgan tayyor narsani oladigan bo'lsa, u 1 yil emas, 4 yil yutgan bo'ladi. Shunaqa joylari bor. O'sha butun bizneslar ham shunga o'tib ketyapti. Bilayotgan bo'lsangiz, даже katta nimalar, biznesmenlar ham o'zligini atrofligiga san dom olib qo'yma deyishyapti. San mana pul tikib biz birlashaylik, birga o'saylik deyishyapti. Yo'q, mana blogerlarni aytganingizga, mittiminglar ham даже production qilishyapti. Blogerlarni o'zligini atrofligiga jamlashyapti. San yangi boshlamaginda, mana men senga o'zim maslahat beraman, birga ketamiz deb birlashyapti даже. Blogerlar ham даже. Biz ham xuddi shunaqa bo'lib to'lashga kirmoqchi bo'lsa yoki shu sohada ishlayotgan bo'lsa, viloyatda yoki viloyatda shu bo'lib to'lash yo'lga qo'ymoqchi bo'lsa, o'zimizdan tayyor sistemamizdan beramiz. Narx bo'yicha aytdingiz bo'yi. Birinchi 5 ta odamga absolyutni tekinga beramiz. Sherikchilik asosida ishlanadi. Boylikni berib chiqamiz. Pul topish niyatimizni bundan asosiy maqsad emasligini aytib o'tmoqchi. Asosiy birinchi o'rindagi maqsad emas bu. Zo'r. Hozir bu yoqda ikkalaylar ham
biznes egalari yoki puli bor odamlar, ya'ni sizlardan franchiza oladigan odamlarni pluslarini sanab o'tdinglar-yu. Lekin bu yoqda balki sizlarga ko'rinmagandir, balki qolganlarda ham shu narsa savol sifatida tug'ilgandir. Odamlarni ham qulayligi o'ylangan ekan. Ya'ni qanaqa deydigan bo'lsanglar, odamlar uni reklamasini ko'radimi, sizlarning reklamanglarni ko'radimi, qaysi ishonchli deb o'ylab o'tirmaydi. Birlashishi orqasidan odamlar bitta reklamani ko'radi, bitta joyga keladi, o'sha ishini bitirib ketadi va maza qilib ishlatib yuradi. Hamma yoqda bir xil servis. Ko'p viloyatlarda hali bo'lib to'lashga berish nimasi yo'q. Bitta pasportni o'ziga biz ishlayotgandek. O'sha viloyatlarda ham bizni mana shu 4-5 yillik tajribamizda bittada olib boriladi. O'sha viloyatlarga ham bo'lib to'lash xizmati kirib boradi. Bunaqa qulayliklardan keyin franchiza organ keldi, lekin sayda. Birinchi 5 ta franchiza ham emas, sherikchilik asosida bo'ladi. Hattoki puldan muammo bo'lsa, o'shandan ham yordam beramiz. Tovardan muammo bo'lsa, tovardan ham yordam beramiz. Xudo xolisa. Qulayliklar juda ko'p. Faqat ishlansa bo'ldi, xudo xolisa. Endi uni o'zini shartlari, boshqa narsalarini batafsil ko'rishib, gaplashib qilinadi. Zo'r. Franchiza temasi juda ham tushunarli bo'lib yopildi deb o'ylayman. Hozirda o'sha Chirchiq bilan Angrenni mana shu Birinchi maqsadimiz. birinchi maqsad shu. Endi qarang mana. Menimcha bu savolga ham javob topildi, lekin baribir berib qo'yaverik qo'shimchada bo'lsa. Yangi o'yinchilar uchun joy bormi bozorda? Albatta. Bozor juda keng. Juda asli yaxshi halol ishlayman desa juda keng. Faqat hozir keng. Borgan sari torayib boryapti. Ya'ni ko'pda faqat o'yinchilardagina ishonch, mijozlar qolyapti. O'sha siz yangi ochildingizmi, iPhone olmoqchi bo'lgan odam sizga kirishi juda qiyinlashib boryapti borgan sari. Tushunsa, ana o'shaning uchun ham biz nimaga mana sherikchilikda ishlaymiz davomimiz. Tushunsa, iComfort qiling davomimiz. Sababi o'sha bozorda faqat katta o'yinchilar qolyapti. TCL bilan birlashishimiz nimaga? Faqat katta o'yinchilar qolyapti. Biz birlashamiz, ertaga ikkita bir-birimizga, misol uchun iComfort ham kichkina, TCL ham kichkina bo'lib qolgandan ko'ra biz birlashaylik-da, pluslarimizni ham birlashtiraylik-da, yaxshi nimalarga erishaylik degan maqsadda. Tushunsa, bozor asli keng, faqat egallanyapti u narsa. Zo'r. Bu Apple mahsulotlarini xarid qilishda, malika bozori haqida, o'zi umuman bozorda aldanib qolmaslik, yolg'onlar bo'yicha gapirsak gap ko'p aslida. Endi baribir vaqtimiz chegaralangan, lekin zo'r suhbat bo'ldi. Men o'zim maza qildim. Agar sizlarda suhbat ko'rib qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariyga yozib qoldirishingiz mumkin va sizlarga oxirida yuzlanmoqchiman. Alohida o'sha obunachilarga bitta o'zinglarni xulosanglar deydimi, qanaqadir fikringlar, tilaginglarni bildirib o'tsanglar, shu bilan menimcha yakunlasak ham bo'laveradi. Obunachilarimizga bitta iltimos qiladigan narsam, kelinglar, iComfortga bitta servisimizga, xizmatlarimizga, narx-navolarimizga, sizlarga bo'lgan sharoitlarga xudo xolisa bitta kelinglar, baho beringlar. Ustimizda ishlashda davom etamiz. Apple texnikalari deganda xayolingdagi iComfort kelmaguncha ishlashdan to'xtamaymiz, xudo xolisa. Ishlashdan to'xtamaymiz. Xatolarimiz bo'lsa, kechirib turasizlar, ozgina imkon berasizlar, to'g'rilashda, ustida ishlashda davom etamiz. Hammanglarni iComfort do'konlarimizda kutib qolamiz. Shunga, men ham qo'shimcha qilib qo'yardim. Baribir kamchilik bo'ladi, bo'lmaydi emas. Bu 100%. Любой ishda kamchilik bor. Katta korxonalarda ham kamchilik bor. Lekin o'sha kamchilikga bizga feedback beradigan bo'lsa, biz o'sha kamchiliklarni hammasini to'g'rilaymiz, xudo xolasa. Shu aytganimizdek, bitta kelib, kamchiligimizni topib, Bobur bitta gapi bor. Menga yaxshilamayman deydi. Meni faqat yomonlang, kamchiligimni ayting, men to'g'rilayman deydi. Shu gapni men obunachilarga aytib qo'ygan bo'lardim. Shu bizani kelib, kamchiligimizni ko'rib aytsa, biz o'shani ustida ishlaydik. O'sha sotuvga o'tib, o'zim ham savdo qilib turaman. Savdo qilib turganda ko'p mijozlarimizga bitta gap qaytaraveraman. Oka, $5-10 qaramang. Glavniysi 12 oylik kafolatiga, ishonchligiga qarang. To'g'ri, $5-10 bozordan yoki bu joydan qimmat bo'lishi mumkin, lekin ishonchli degan narsa, kafolat degan narsa bor. Ana o'sha narsasiga qattiqroq qarang, chuqurroq qarang deb ko'p ogohlantiraman. Obunachilarga ham shuni iltimos qilib qolardim. Bizdan olishi shart emas. Mana rostdan aytaman. Bu podkastda ham Bobur ham rosa tayinladi. iComfortni yaxshilamaylik, iComfort bo'lib qolmasin reklamasi deyildi. Bu yoqda prosta mana insoniylik, ya'ni shu inson bo'lib jihatida o'zim klient borganimda shu $5-10 qimmat bo'lsa ham zato ishonchli joyda.
Главное bizadan emas. Man ham bu joyga boradigan bo'lsam sal qimmatroq bo'laversa, lekin tanishimdan yoki o'sha sohada boshqa anaqa bo'lmasa, ishonchli brenddan olamanda. Zo'r. Shunaqa bo'lsin deb maslahat berib qolaman. Zo'r. Akalar, sizlarga kattakon rahmat. Endi shu joyda agar yuqorida aytib o'tgandek savol yozishsa, kommentariyaga qanaqa savol tug'ilsa yozishsa, savollar to'plansa, yana bir sizlar bilan yig'ilamiz. O'sha savollarni javobini xudo xolasa yana maksimum berib, hech qanaqa sirlarni bekitmasdan, odamlarga qanaqadir narsani bekitib turib, "Yo, qaramay turinglar, bizni foydamizga qolinglar" degan narsalar yo'qligini yana isbotlash uchun yig'ilamiz degan umiddamiz. Rahmat kattakon. Sizga ham rahmat. Hamma ko'rganlarga, oxirigacha ko'rganlarga vaqtinglarga rozi bo'lasizlar va iComfort'ni bu videoni birinchi ko'rib, iComfort haqida endi ma'lumot olganlar uchun barcha ijtimoiy tarmoqlarimizda chiqarib qo'yamiz. Instagram bo'ladimi, Telegram bo'ladimi, YouTube bo'ladimi, barcha ijtimoiy tarmoqlarda mavjud iComfort. Kirib, obuna bo'lib, kuzatib, hozirgi aytilgan gaplarni isbotini ko'ra olishingiz mumkin. Rahmat, like bosishingizdan chiqmasin. Okeylar? Charchaganlar. Rahmat. Bo'ldi.